Rostdan ering urdimi? Ha. Ana, sinimni uribdi, endi yirtaman. Ayiraman dada. To'xtatmayman. Oh, Nimaga? yirtasan. Yaxtay bo'ldimi? Ha? Kuyovni chaqir. Kuyov moshina urib ketdimi? Yo'q, qiziz urdi. Menga ozroq boshqacharoq aytding-ku. Siz qizingizga ishonasizmi yo kuyovingizga ishonasizmi? Boshim. Yana nima bo'ldi, qizim? Kuyovingizni 15 ming pulini ishlatdim. Shunga janjal qildi. Davlenam oshib ketdi. Dada, yirtaman uni. Kuyovingizni ayiraman 15 mingga uradi. Yetibdir. Kuyov nimaga bunaqa qilasiz? 15 mingga paypoq beradi-ku. Shu pulni men o'zim beraman shu pulni. Qanaqa 15 ming so'm? 15 ming dollarimni ishlatgan. Dollar? Qizim, kiyim magazin ochibsanmi? Siz qizingizga ishonasizmi yo kuyovingizga ishonasizmi? Shuni bilmayapman-da. Voy kuyo, yana singlingni gapirdingmi? Yirtaman. Ayiraman, yirtib tashlayman bola. Urushgani kelganimiz yo'q, yirtgich, prosta mehmonga keldik. Ha, har doim urushga kelib o'rganib qolman. Omma yirtaman. Kuyovimga nima qilibdi, doktor? Kuyovingizga kimdir bir haftalachgan ovqat ichirishibdi-da. Yo siz qizingizga ishonasizmi yo doktorga ishonasizmi? Endi hozir doktorga ishonaman-da. Dada, o'zi kimga ishonamiz? Singlimgami, kuyovgami? Shuni bugun aniqlaymiz. Hammasi sen aybdorsan, tushundingmi? Sen aybdorsan. Bekorlarni aytibsiz. Hozir bilib olamiz, aytdimdariga. Singlimni urdimi? Yirtaman, ayiraman. To'xta, bemalol urush o'ringlar. Aytdimdarigini qaydan bilaman? Endi men